Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomizda sizlarga Happy Mode o'tirishni o'rgataman va boshladik. Happy Mode boshda churumga kirib qo'yamiz va videoni to'xtatib obuna va like bo'lib qo'yamiz va 100 mingta bo'lishimiz kerak. Kumush kanalga churumga kiramiz. Mana kirdik. Davay kiramiz. Mana sizlar mana bu yozishga kirasizlar de Happy Mode Happy Mode sketchat deb yozasizlar. Happy Mode sketchat mana chiqdi. Bosasizlar mana Happy Mode APK mana shunga kirasizlar. Eng birinchi bo'lib sketchat deb chiqadi. Kiramiz davay. Mana Happy Mode APK deb chiqadi. Sketchat beselin deganni bosamiz va davay ketadi. Mana buni bosib yuboramiz. Bu chiqsa hozir yuklanadi va boshlandi. Videoga like bosib qo'yamiz va obuna ham bo'lib qo'yamiz. Mana sketchat bo'lib turibdi. Boshlaymiz shunda. Ruxsat berishni bosamiz bolalar. Har qanday chalarda va boshqa ilovalarning ustiga ochilishini yopish keyin qaytadan o'rning. Nima bu sayt sizdan ruxsat so'ray olmaydi. Nimaga? Ruxsat berishni bosasizlar bolalar. Bekor qilishni bosib yuborasizlar, yuklab olish. Mana shu yerda yuklanib bo'ladi. Fayl yuklanib oldi deb mana shu yerda chiqadi. Shuni bosasizlar. Happy Mode APK deb chiqadi. Mana shuni bosasiz. Kiramiz. O'rnatishni bosasizlar bolalar. O'rnatilmoqda deb turadi. O'chish mana davay o'tdi. Shunga xayr bola. Kanalga obuna va like bosib qo'yamiz bola. Yaxshi xayr.